Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerda İxlos surasining qasatlari yonida bayon bo'layotgan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibn Abi Talib radhiyallohu ta'ala anhu annahu qala sallallohu alayhi vasallam man qara'a qul huvallohu ahad ba'da salatil ghad 10 marratin lam yasil ilayhi zambun va in jahadahu shayton. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim shu qul huvallohu ahad surasini ertadan bomdod namozidan keyin 10 jol o'qisa, aga hech qanday gunohning eshigi ochilib aytganda, shayton qanchalik vasvas qilsin, qanchalik harakat qilsin, o'sha gunohning eshigi ochilib, o'sha gunohni qilib aytgan odam gunohdan saqlanatganda. Innama sumiya suratul ikhlas li'annaha tukhlisu qari'aha min shada'idid dunya wal akhirah wa sakaratil maut wa zulmatil qabr wa ahvalil qiyamah. Yani şu surani İxlos surasi deb ataldi. İxlos negizgi ma'nosi qutqaruvchi degan ma'nosida. Sebebi bu sura qutqarat o'sha o'qigan odamni. Kim shu İxlos surasini o'qisa, o'sha odamni bu sura qutqarat dunyoning jamanliklaridan, oxiratning jamanliklaridan, qatu jam beruvdan, gördün qarangılığından, qiyomatdagi qo'rqinchlardan baridan qutqaradi. Andaqdan shu Qul huvallohu ahad surasini doim o'qib yursak, shunday qattiqliklardan bu sura qutqaradi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, anin Nabi sallallohu alayhi vasallam qala man qara'a suratal ikhlas marratan fa ka'annama qara'a sulsal Qur'on. Janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, kim shu İxlos surasini bir joy o'qisa, Kur'an'dan 3'ten 1 bölüm okuyan salık soğuk oladı. Eğer 3 yol okusa, Kur'an'dan bardığını okuyanda soğuk oladı. 2 yol okusa, Kur'an'dan 3'ten 2 esesini okuyanda oladı. 3 yol okusa, Kur'an'dan başından ayağa çeyin okuyanda soğuk oladı. Bundaycha aytganda, Kur'an'da kim İxlos surasi 3 yol okusa, Kur'an qattiq qilganda so'g oladı. Aman qara'a 10 maratin banallohu ta'ala lahu bayta fil jannah min yaqutin hamra'a. Alemi kim 10 jol o'qisa, Alloh taolo o'sha odamga 5 dan qizil jaqut toshdan bir cho'ng saroy qurib bergan. Qolna Rasululloh sallam kuntu akhshal azaba ala ummati bil layli wan nahari hatta ja'a Jibril alayhi vasallam bi surati qul huvallohu ahad. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, men doim shu ummatim yonida qo'rqib yuradilar. Tuni kuni o'yim shundalar. Men ummatim qiyomat kuni qanday bo'ladi, dozoqdan qanday qutuladi deb shu qamdan yuradilar. Ana Jibril alayhisalom shu İxlos surasini tushirgandan keyin men bildim, demak bu İxlos surasi shunchalik sharofatli, barakali surat bo'lgandan keyin men ummatim bu surani o'qisa, hech qanday qiyomat qattiqliklar, azoblar bo'lmaydi deb o'shandan keyin mening ko'nglim tinchidi deydi. Sebebi man ta'ahada qira'ataha tanasara al-birru min inanis samai ala ra'sihi. Kim shu İxlos surasini o'quvni o'ziga ko'nish qilib, odat qilib olsa, aning ustidan shunday yaxshiliklar javob turadi deydi. Osmondan boshqa shunday barakilar, yaxshiliklar tushib turadi deydi. Yana shunday bekilik tushib turadi. Ani rahmat, Allohning rahmati o'rab oladi. Alloh taolo o'sha İxlos surasini o'qigan odamga rahmat nazari bilan qaraydi. Rahmat nazari bilan qaragandan keyin anday odamning gunohlari kechiriladi. Taqir ikki dunyoda azob qiyinchilik ko'rmaydi. Ana o'qigandan keyin Alloh taoladan emniyni so'rasa, o'sha so'ragan narsasini Alloh taolo beradi. Bu İxlos surasi shunday barakali, sharofatli, qasiyatli sura ekanda. Buki anna Nabiy alayhi vasallam kana jalisan ala babil Madina iz marra janazatu rajulin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kun o'sha Madinada mechitda o'tiradilar. Bir janoza o'tib qoldi oldidan deydi. Keyin Payg'ambar sallam aytdi, bu kishining janozasini o'qidinglarmi deganda, "Yo'q, o'qiylik biz" dedi. Anda bunda qarzi bormi dedilar, "Ova qarzi bor" dedi. 4 dirham qarzdor bu odam dedi. Shu qarzini to'lagan emas.
deganda payg'ambarimiz aytdi, anday bo'la turgan bo'lsa, buni janozasini men o'qiy olmayman, qarzi bor ekan, o'zing o'qib ola dedi. Men o'qiyman dedi. Qarzi bor odamga men janoza o'qiyman dedi. Shunda Jibril alayhisalom tushidag'in aytdi, ya Muhammad dedi. Alloh taolo sana salom aytdi. Anan aytdi, men shu Jibril alayhisalomni jo'natdim, o'sha odamni suratida dedi. O'sha o'lgan odam suratini Jibril alayhisalom tushib, o'sha qarzi bor odamga borib, qarzini hozir Jibril alayhisalom to'lab keldi dedi-da. Buni endi janozasini o'qiyvergan, qarzi to'landi dedi. Keyin shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ya Jibril, bu kishining qarzini sen to'lagan bo'lsang, odam suratda olib kelib, bu kishining qanday qasiyatlari bor?" dedi. Shunda Jibril alayhisalom aytdi: "Bu kunniga shu qul huvallohu ahad surasini 100 yo'l o'qiydilar. O'shandaqdan men buni qarzini hozir to'lab keldim" dedi-da. Mana bu Ixlos surasini o'qigani shunchalik sharofati cho'ng ekan. Qarzi bor odam o'qisa, o'sha qarzida oqirinib to'lab ketayotganda. Payg'ambar sallam aytadi, men osmonga murojda chiqqan kunim arshni ko'rdim. 360 turkukning ustida turgan ekan arsh. Ikki turkukning o'rtasi 300 ming yilchalik joy ekanda. Ikki turkning arasi 300 ming yilchalik olis ekan, ikki turkning arasi. Har bir turkukning ostida isna ashara alfin sahra. Har bir turkning ostida shunday 12 ming cho'l dala bor ekanda. Har bir talaning kengligi botishdan chiqishga chayin ekan. Har bir fafi kulli sahrain samanun alfa min al malaikat. Har bir talada 80 ming farishta bor ekan. O'sha 80 ming farishta endi barini qo'shib kelsa esepsiz bo'lib ketadi. Qul huvallohu ahad o'qiyotgan. فإذا فرغوا من القراءة يقولون يا ربنا يا سيدنا قد وهبنا ثواب هذه القراءة لمن قرأ سورة الإخلاص. Ana o'sha Ixlos surasini o'qib bo'lgandan keyin o'sha farishtalar aytadigan, "Ya Robbimiz, biz shu o'qigan suramizning savobini kim bendalaringdan, kim ummatlaringdan shu erkagi bo'la, ayoli bo'la, shu Ixlos surasini o'qisa, shu nomiga bag'ishladik" deydi. Fata'ajjab min zalika. Anan odamlar bu Ixlos surasi shunchalik savob ko'pligini tan qolishdi deydi. Ana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, tan qilib o'tasizlar, "O meni sahobalarim" deganda sahobalar, "O ya Rasululloh, o'ta bir tan qilarli ekan" dedi. Ana Payg'ambarimiz aytdi, bu Ixlos surasini o'qiganning savobining ortiqchiligi sabab shunday dedi. Men ant ichib aytaman dedi. Qul huvallohu ahad maktubun ala janahi Jibril alayhisalom. Qul huvallohu ahad degan birinchi oyat Jibril alayhisalomdan qanotga yozilgan ekan. Allohu samad degan so'z Mikail alayhisalom qanotga yozilgan ekan. Lam yalid va lam yulad degan so'z Azrail alayhisalom qanotga yozilgan ekan. Va lam yakun lahu kufuwan ahad bu Isroil alayhisalomning qanotga yozilgan ekan. Alami kim men ummatlarimdan shu Ixlos surasini o'qisa, Alloh taologa o'sha Tavratda o'qqanchalik, Injilda o'qqanchalik, Zaburda o'qqanchalik, Qur'onda o'qqanchalik savoblarni berayotganda, bu Ixlos surasini shunday barakalari, sharofatlari, qasiyatlari ko'p ekan. O'shandan shu surani kunda hech bo'lmaganda 100 yil o'qishni ko'niga o'qib olish kerak ekanda. Oxiri davona alhamdulillah robbil alamin.